Ko'zingga qarab chiqmaysanmi? Uzr aka, ozgina ko'rmay qolman. Bugun xursandchilik kuni edi. Men bor uzr aka, mayli, sog' bo'ling, yaxshilik ko'rishinglar. Hadi, qattasiz? Ha bolam, tishdingmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Otam, yaxshi dam oldingizmi? Rahmat bolam. Bugun mashinani olganimga 20 oy bo'lgan ekan. Oxirgi to'lovni olib bordim. Notarius orqali nomimga mashina o'tkazib berdi. O'shanga bedana koplarni olib, bir shvedskiy stolga banket o'tiramiz. Akam sizman deb xursandchilik keldim. Assalomu alaykum akajon. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. Chiqib odamlar bilan o'tirib turing, men hozir chiqaman. Xo'p, tinchlik ekanmi-da? Bugun uyimizda xursandchilik kuni ekan. U keyin bedini ko'p olib kelgan ekan. Mana shunday ham tepda maza yeymiz endi. Qani olchi bolam. Olingiz-da? Ha, ota bola. Maza qilib dardlashib o'tiribsizlarmi? Kel bolam, ol sana. Rahmat. Olinglar o'zinglar ham, olinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Bular bolam, qo'y ishga qarab ol, kimdir chaqiryapti. Atajon, men hozir o'zim qarab qo'raman. Kelinglar aka. Nima xizmat? Qanani belavuz aka. Tinchlikmi? Nimaga unaqa deyapsiz? Akani chaqirsang keyin bilasan. Hozir chaqiraman. Aka, Yo'lab ber. bir minut chaqiraman. Xo'p. Menimcha sizlar qidirayotgan bola boshqa. Mana akam bula bo'ladilar. Ha, Lutfulla, bormisan? Aka, nima bolalar oldi? Bunaqa jim turibsiz. Akangni qarzi bor-da, shuning uchun gapira olmayapti. Isbot dalilingiz bormi? Isbot deysanmi? Mana buni o'zing ko'r. Ukada videoga olmasanglar bo'lardi. Hop, qarzini qachon berasan? Qilib beraman, aka. Qachon? Deyincha qilib beraman, aka. Akamni sizlarda necha pul qarzlari bor? 4,5 ming qarzi bor. Tushundim aka sizlarni. 2014-yil Spark mashinam bor. Menimcha $4,5 ming ketib qoladi. Nomingizga o'tkazib beraman. Akam